Assalomu alaykum. Uy-joy xohishida yurgan aziz bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz, aziz yurtdoshlarim. Mana bugun Xudo xolsa inshaalloh sizlarni talab va istaginglarga binoan hamyonbop ko'p hamyurtlarimizni maqsad qilib, niyat qilib, Xudoyimdan so'rab yurgan shu puliga yarasha bo'lgan yana bir xonadonimizni obzorini qilib o'tamiz. O'zinglar ko'rib, inshaalloh o'zinglar baho berib, o'z yaqininglarga jo'natib, xayrli, savobli ishlarda yaqin insonlarning uyli joyli bo'lishiga sababchi bo'lib qolamiz. Hammamiz birgalikda bir-birimizni qo'llab-quvvatlagan holda. Bu joyimiz qatnasanglar, bu ham xuddi shunaqa takrorlar. Inshaalloh juda ham yaxshi joylar. Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Aranchi mahalla fuqaro yig'ini Aranchi ko'chasi 108-xonadonimiz. Aziz kuzatuvchilar, juda ham zo'r mahalla. Bu mahallani xalqi hammalari sekin-sekin sotib ketishyapti mana. O'z vatanlari, o'zlarini millatiga qarab. Shuning uchun Toshkent shahrimiz mana shu xonadonimizdan ro'parasi 30 kilometr. Men ataylab hisoblab ko'rdim. 30 kilometr Toshkent shahri Qo'yliq bozori, Yashnobod tumanidagi Fort Cityga 26 kilometr. Qorasuv Mebelchar shahriga ro'parasi 14 kilometr shu xonadonimizdan. Maktab, bog'cha, poliklinika, aerodrom, butun taksi yo'nalishi juda ham zo'r. Mana shu xonadonimizning nariyoqda ko'chaga shunday ochsangiz, taksi marshrutimizni kanechkasi juda ham yaxshi. Nurafshon shahri bilan boylaydi. Xohlasiz Qorasuv Mebelchar shaharchasiga chiqasiz. O'zingizlar kuzatib baho berasizlar. Sog' bo'linglar. Xohlasa, aziz kuzatuvchilar, bu uyimizni boshlang'ich narxi $25,000. Xudo xohlasa 25 sotixdan ortiqroq bo'lsa ortiq, kam emas. 25 sotik dotlar, ortiqchasi ham bor dotlar. Mana ko'rib o'tinglar, ko'chalarimiz asfalt, ko'chalarni ko'rsating. Mana stolbarimizda yorug'lik chiroqlari o'rnatilgan. Juda ham yaxshi. Mana shu shlaka bo'lak chegaramiz. Mana bu yoqdan boshlab fasad qismimiz to ana o'sha oqlanib turgan mana shu butun mana shu ko'rayotgan zdaniya shu territoriyaga qaraydi. 53 metr ekan. Oyoqlab o'lchab ko'rdim, aziz kuzatuvchilar. Endi uyimizning holati eski, qarorsiz holatda yotgan. Inshaalloh kimgadir ma'qul kelsa, bemalol sotib olib, mazza qilib, chiroyli qilib, sharoit qilib, bemalol uchta aka-ukaga ham yetadi, xudo xolasa. Xohlasanglar aka-ukalar bo'lishib, chiroyli uchastkalar qilib yashashingiz mumkin. Mana keling ko'rsating, mana gaz turbalarimiz o'tgan, svet, internet, butun hamma holatlar juda ham yaxshi. Poliklinika, maktab, bog'cha, hamma narsa bor. Do'kon, supermarket, hamma holatlar juda ham yaxshi. Mana insonlar yashayapti, sharoit bor. Hozir 21-asr, hamma joyda har qanaqa sharoit bor. Juda ham yaxshi zamonda yashayapmiz, Allohga hamd bo'lsin. Mana aziz kuzatuvchilar, mana chegaramiz, mana shu oqlangan uy-joy, mana sotilayotgan uyimizga kiradi. Yuringlar, ko'rib o'tamiz. Musofirchilikda yurib, uy-joy qilaman deb Allohdan so'rab, na uyquda, na yegan ichganda halovati bo'lmay yurgan yurtdoshlarimizga inshaalloh Parvardigordan so'raymiz, shunaqa uy-joylar nasib qilib, mazza qilib kelib yashasa biz xursandmiz. Kelinglar. Kimlargadir ma'qul keladi, chunki hammani ham cho'ntagi bir xil emas, hammani ham daromadi bir xil emas. Aziz kuzatuvchilar, mana ko'ringlar. Mana xonadonimiz 108-xonadon, Aranchi. MFY Aranchi ko'chasi. Keling. Mana. Endi xarobsiz holatda mana atroflarimiz bor ekan. Uyimiz 4 xonasi bor. Gaz, suv, svet hamma narsa kirgan. Lekin odam yashamagan ekan, holatlar shu. Uy egalari Qozog'istonga ko'chib ketishgan. Uyda hech kim yashamaydi. Mana tandir o'choqlarimiz bo'lgan, mana bir omborxonamiz bo'lgan. Mana chegaramiz. Mana masjidgacha chegara. Mana bu yoqlarni ham ko'rsating. Mana shu tut qo'shni bilan chegara. Juda ham bepoyon. Aziz obunachilar, yerimiz sariq turpoq. Suv keladi, bemalol yeridan foydalanib, chorvachilik, dehqonchilik, bog'dorchilik qilishingiz mumkin. Juda ham keng uchastka. 25 sotik dotli. Aziz kuzatuvchilar, bu uy-joyimizni xat hujjatdagi haqiqiy yashil maydoni 15 sotik. 10 sotiga xudo xolsa inshaalloh prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz qarorlari bilan nasibsa etap bilan sekin-sekin tumanlarga o'tib kelganda, xudo xolsa shu rayonimizga kirganda bemalol o'sha 10 sotigini ham o'zingiz nomingizga, lekin naloglarni to'lab kelayotgan ekanlar, siz bemalol o'zingiz foydalanib o'tasiz. Inshaalloh shu kadastr qilib, yashil qilib o'tkazib bersa, bemalol uy-joy qilib bola chaqangiz bilan keng hovlida yashab o'tishingiz mumkin. Mana kelinglar, kuzatinglar.
Mana qo'shnilarimiz juda ham ahil mahalla, hamma tomonga qulay bo'lgan, juda ham yaxshi joylar. Yerlarimiz sartirpoq, suv bor, ariq suvi, ichadigan vodoprovod suvi. Suv nomer 1 bu atrofda. O'sha 700-800 metrdan toza mineral o'g'itli suv chiqadi, juda ham mazza. Mazza qilib yashab o'tasiz, xudo xolasa. Mana chegaramiz. Aziz kuzatuvchilar, hozir mana qatgacha edi sunnatli. Mana shu teragimiz, aziz kuzatuvchilar, mana shu teragimiz chegara. To bu qo'shni bilan. Mana bu yog'i bu biqiniz, kirganda chap biqiniz mana qo'shni bilan chegara. Bu pastsizlik qo'shni bilan mana shu terak bilan chegaramiz. Mana bu yoqlarni ko'rsating. Qo'sh turing. Mana bu yoqlarni ko'rsating kengligini. Keling, yuring ko'rsataylik. Endi yerlarimiz ekilmagan, uy egalari Qozog'istonga ko'chib ketishgan. Lekin bemalol 4 ta aka uy joy qurib, bemalol 4 ta darvoza qurib yashab o'tishingiz mumkin. Hali serfarzand oilalarga inshaalloh Toshkent respublikamiz viloyatlarida, voha vodiylarda yashayotgan insonlarimizga juda ham serfarzand insonlarga juda ham keng, juda ham puliga ham qulay, juda ham yaxshi xonadon. Mana o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Mana chegaramiz. Mana qo'shnimiz bilan bo'lgan chegara. Juda ham bepoyon. Mana shu molimiz turgan joy chegara. Bu yoqlarni ham ko'rsating. Nima deysiz? Chegarami? Yo'q, kuzatuvchilar mana uzun minbar. Mana bu yoqda ekan. Mana bu yoqda ekan chegara. Mana shu kecha. Mana bu yoqlarni ko'ring. Juda ham bepoyon, bahaybat. Bemalol ham yonboshdan bitta farzandlaringiz uchun ko'chaga joy tashab, mana bunaqasiga bo'lib bersangiz ham, oh, juda ham bemalol 2-3 ta farzandingizga 4 ta inson bemalol yashasa bo'ladi, 4 oila. Yerlarimiz foydalanilmagan, haydalmagan, lekin mana holatlari bu ekilib yurgan joy. Ko'chalarimiz asfaltligiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. To mana shu xonadondan Toshkent shahriga borasizmi? Nurafshon shahriga borasizmi? Mashinangiz tirq qilmasdan tekis asfaltda, ravon yo'lda mazza qilib borib qatnab yurib qatnashingiz mumkin shahar joyiga. Bemalol juda ham yaxshi. Taksi, marshrut hamma taraflari qulay, juda ham yaxshi joylar. Mana chegaramiz, qo'shnilarimiz juda ham yaxshi ahil insonlar deyapti. Mana Dalaxon hojatxonasi bor. Endi eski xarob holatda. Xudo xolsa kimga ma'qul keladigan bo'lsa sotib olib, mana molxona foydalanganlar. Endi boriga baraka. Bori shu. Mana uyimiz. Kuzatuvchilar, shunda kirganingizda mana zontigi bor. Endi lombos yo'q, просто shipr bilan yoqib qo'ygan, pana qilib oyoq kiyim uchun mana gaz kirgan, gaz filtr qo'yib foydalangan ekanlar. Letniy oshxona, yozgi oshxona qilib foydalanishgan. Mana ko'rsangiz bu yerda bitta xonamiz bor. Pollari yog'ochdan, devor pechga qilingan, patrollar chi, eshik romlari yog'ochdan. O'sha 20-asrli uy-joylari. Mana bu yerda ham xonamiz bor, to'rga-to'r, devor pechga. Mana romlari ko'chaga qaragan. Parova отопление yo'q, devor pechga qilib foydalanishgan. Bitta, ikkita, mana yana bitta xonamiz. Mana o'zingizlar kuzatib baho beringlar. Chiroyli qilib remont qilib mazali yashashingiz mumkin. Mana bu kontramarka pechkalarni shuni olasiz, metalonga botmon baraka deb sotib olib, xohlasiz parova отопление qilib, mazza qilib yoki to'pli pol qilib, o'zaro yaxshilab remont qilib yashab o'tishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatlarda. Olgan odam kelib bemalol to oyoqqa turguncha yashasa bo'ladi. Mana bu yoqda ham bu yog'imiz patrollar argalikdan qilingan ekan. Romlarimiz ko'chaga qaragan. Mana yaxshi yorug' bo'ladi. Bemalol kelib yoz yorug'i o'tkazib yashab chiroyli reja qilib, xudo xolisa
kelib joylashib olib, maza qilib yashab o'tishingiz mumkin. Yana bir bor eslatib o'taman. Bu uy joyimizning narxi mana 4 xonadan iborat 25 sot territoriya maydoni. Narxi aziz kuzatuvchilar $25,000. Yana inshaalloh sunnatiga o'tib beradilar. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, ekranlarni mana past qismiga nomerlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqib, savdolashib, kelib ko'rib, bemalol olib, mazza qilib yashasanglar bo'ldi. Inshaalloh bizni duo qilsanglar, bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, shuni o'zi bizga yetadi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin.